Salom qizg'uvchilar, sportda kutilmagan holatlar va o'ziga xos qiliqlar bo'lib turadi. Bugun biz sizlarga turli xil qiziqarli videolarni namoyish etamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Barcha g'olib bo'lgisi keladi, ammo bu sportchi chin dildan g'olib bo'lgisi kelgan shekilli va u juda qattiq xafa bo'ldi. Raqibini mensimay, unga turli xil qiliqlar qilib, asabini buzayotgan bu yigit kuchli nokautga uchradi. Raqibga bo'lgan hurmatni saqlash kerak deb o'ylayman. Biroq ba'zilar raqibini shilliqurt va qulagan odam rolini o'ynab, yanada raqibini asabini chiqaradi. Ko'zini bog'lab uzoqlikka sakrash, birozgina yo'lni adashsa bormi, uning kosalari sinib ketishi aniq. Bu qiz granatani to'g'ri operatorning ustiga uloqtirdi va birozgina xijolat ham tortib qo'ydi. Raqib tanlashda adashgan sportchi, qaniydi mening raqibim shu bo'lsa deb yubordi. E'tiborli bo'lgan qizlar ham yo'q emas, ammo ular yolg'iz ham emas. Mukofot olgan bu yigit qizni bitta suratga tushishga majburladi va u bunga erishdi. Telefonning ichiga kirib ketgan bu sportchi sahnada yaxshigina uyatga qoldi, ammo uning telefoni bu uyatdan asrab qoldi. Jangdan oldin raqibaga hurmat yuzasidan gul beradigan sportchilar ham bor ekan. Oltin medalni olish juda qiyin. Uning uchun juda ko'p mashaqqat chekishga to'g'ri keladi. Ammo oltin medal taqib olgan tovuqni ko'rganmisiz? Tovuq anchagina mashaqqat chekkani ko'rinib turibdi. Raqib bilagini ko'rib hayratlanadigan sportchilar ham bor ekan. Asosiy e'tiborni ofitserga qaratamiz. Uning ko'zlari nimanidir ko'rib qoldi. Bolalar juda qiziquvchan bo'ladi. To'pni shunchaki futbolchiga oshirmoqchi bo'lgan edi. Do'stlar, bu holatga sizlar qanday qaraysizlar? Yakka kurash jangini bilamizki, vazn o'lchanadi. Belgilangan og'irlikdan og'ir kelsangiz, hattoki kiyimni yechishingizga to'g'ri keladi. Agar darvozabon ko'p gol o'tkazib yuborgan bo'lsa, uni almashtirish kerak. Ammo bu darvozabon yana bitta imkoniyat so'ramoqda. Murabbiy esa qon bosimi ko'tarilib, gospitalga yo'l oldi. Ronaldoni yomon ko'radiganlar ham bor ekan. Menimcha u Messiga muxlislik qilsa kerak. Bu sportchiga e'tibor bering. Uning qilig'i barchasidan ham oshib tushdi. Ushbu holatni tushuna olmay qoldim. Qiziq, u nimani ko'rsatmoqda? Bu futbolchi to'p uchun kurash deb murabbiyni turtib yubordi. Futbolchilar raqsni o'ziga xos chiroyli ijro etishadi. Chetda turgan bolakayga e'tibor bering. U menimcha haqiqiy muxlis bo'lsa kerak. Juda ham hazilkash murabbiylar ham yo'q emas. Shunday qilib u boshqalar kayfiyatini ko'tarib ham turadi.
Jangdan oldin raqibiga muruvvat ko'rsatish yaxshi, ammo raqibini qo'rqitib qo'yadigan odamlar ham yo'q emas. Qora sochli qizni birinchi jangi bo'lsa kerak. Raqibiga biroz paxta qo'ymoqchi edi, afsuski bu o'xshamay qoldi. Boshiga toj kiyib olgan bu yigit o'zini ilonga, raqibini esa quyonga o'xshatdi. Ammo quyonning ham jahli chiqsa, ilonni ham dodini berib qo'yadi. Bu yigitning taomi raqibiga yoqmadi. Menimcha tuzi kam bo'lsa kerak. Shunday sportchilar borki, ular odamlar e'tiborini tortish yo'lini juda yaxshi bilishadi. Bu qizni xayoli boshqa joylarda o'tlab yurgan bo'lsa kerak. Qahri qattiq sportchilar ham yo'q emas. Raqibining yuragiga qo'rquv solib qo'ydi, jangda uni mag'lub etish uchun. Marraga yetib keldim deb suyunib turgan edi, afsuski og'zidagi oshni oldirib qo'ydi. Bu futbolchi gol urmoqchi edimi yoki saqlab qolmoqchi? Nima bo'lsa ham yaxshigina jarohat olgani aniq. MMA'da kulgili hodisalar juda ko'p bo'lib turadi. Qiziqqon sportchi hakamlarning birini boshiga urib yubordi va xijolat tortib undan uzr ham so'rab qo'ydi. Tennisdagi qiziqarli holatni ushbu bola qanday tasavvur qilgan bo'lishi mumkin? Bu murabbiyning oyoq kiyimi qiyshiq bo'lsa kerak yoki oyog'ining o'zi. Bu sportchi suvni ichayotgan bir payt ortidagi qiz ham chanqab ketdi. Suvga shunday ko'zlar bilan termilmoqdaki, menga ham ber deb aytishga uyalib turibdi. Qadrli do'stlar, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Shu so'zlar bilan videoga xotima yasaymiz. Sizlar bilan Shohirbek Sharofdinov.